mana shu hech qachon nasib qilmasin. Alhamdulillahi vahda vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu ayol 3 nafar farzandi bilan ko'chada qolib ketgan, chunki amakisi uyini tortib olib qo'ygan. Shuning uchun aytayapti, Alloh taolo hech qachon senga bu uyda yashashlikni nasib qilmasin deyapti. Yana bir boshqa videosiga kirsam aytayaptiki, men bu uyni bankdan kredit olib o'zim qurganman. Keyin banki kreditini oyligimdan, maoshimdan to'laganman deyapti. Subhanalloh, mana bu Alloh taoloning oyatini tasdig'ini topganligi. Alloh taolo aytadi: "Va ahallallohul bay'a va harramar riba." Alloh taolo bayni halol qildi, riboni harom qildi deydi. Keyingi oyatda aytadiki: "Yamhaqullohur riba va yurbis sadaqat." Alloh taolo riboni har qanday foydasini yo'q qiladi, sadaqotni foydasini ziyoda qiladi deydi. Ya'ni ko'paytirib beradi deydi. Mana bu oyatni tasdig'ini topganligi, mana bu siz bilan bizga ibrat bo'lishligi kerak boshqa insonlarga. Kim agar mana bu narsalarga aqlini ishlatmaydigan bo'lsa, ribodan o'zini tiymaydigan bo'lsa, bu dunyoda xorlik bo'ladi. Albatta qiyomat kunida jahannam azobiga giriftor bo'ladi. Bundan boshqa narsa bo'lmaydi. Mana bu oyatni tafsirida Imom Qurtubiy Baqara surasining 279-oyatini tafsirida Imom Qurtubiy Imom Molikdan bir qissani naql qiladi. Imom Molikning oldiga bir kishi kelib aytadiki, men bir aroq ichgan mast odam oldidan o'tdim. Haligi inson o'ta qattiq sarxushligidan, mastligidan osmondagi oyni o'zini qo'yniga olishlikka harakat qilardi deydi. Keyin aytdimki, odam bolasini qorniga bundan-da yomon bo'lgan narsa kirmasa kerak. Agar odam bolasini qorniga aroqdan ham ko'ra yomonroq narsa kiradigan bo'lsa, xotinim taloq bo'lsin dedim. Shu men aytgan narsani masalasi, ya'ni hukmi nima bo'ladi deb Imom Molikdan so'raganda, Imom Molik aytadiki, ertaga kel deydi, javobini aytaman deydi. Bir kun o'tadi, keladi. Kelsa Imom Molik yana jo'natib yuboradi, ertaga kel deydi. Xullas 2 kunmi 3 kundan keyin kelib so'raganda Imom Molik aytadiki, xotining taloq bo'pti deydi. Chunki men Alloh va Rasulini kitobini sinchiklab, yaxshilab o'rganib chiqdim, ribodan ko'ra kattaroq bo'lgan gunoh topmadim deydi. Ya'ni kim ribo yeydigan bo'lsa, Alloh va Rasuli tarafidan bo'ladigan urushga hozir bo'lsin degan oyat bor. Imom Molik mana shu oyatni dalil qilib aytadiki, shu ribodan ko'ra kattaroq gunoh topmadim deydi. Haqiqatda odam o'ldirganga yoki zino qilganga yo o'g'irlik qilganga, boshqa kabira bo'lgan gunohlarga Alloh taolo biron bir joyda bunaqa tahdid qilmagan. Illoki ribo yegan insonga Alloh taolo shunaqa tahdidni qilgan. Kim agar ribo yeydigan bo'lsa, Alloh va Rasuli tomonidan bo'ladigan urushga hozir bo'lsin deydi. Alloh taolo yana aytadi: "Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Alloh taolo mana bu riboni o'ziga halol qiladigan, mana bu sudxo'rlik bilan shug'ullanadigan insonlarni sevmaydi deydi. Shuning uchun kreditga uy qurasizmi, kreditga mashina olasizmi, kreditga uylanasizmi, Alloh taolo mana bularni hammasini yo'qqa chiqaradi. Mana bu bo'lgan holat ham Alloh taoloning oyatini tasdig'ini topganligini dalili. Allohu a'lam. Ibn Abbos aytar ekanki, Alloh taolo sudxo'rni sadaqasini, hajini, jihodini, silay rahmini qabul qilmaydi derkan. Bu ham shu Imom Qurtubiyning tafsirida keladi. Allohu a'lam.